Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'yinlar tarixi. Bugungi videomizda do'stlar bilan o'ynash uchun top 5 ta o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Bularning ichida siz balki o'ynab ko'rgandirsiz, balki o'ynab ko'rmagandirsiz. Shuni bilib olamiz. Qani unda boshladik. 5-o'yinimiz Haddi Online. O'yin haqida qisqacha. O'yin 2 turga bo'linadi. Birinchisi yashirinuvchilar, ikkinchisi esa qidiruvchilar. Yashirinuvchilarning vazifalari turli buyumlarga aylanib, masalan, stul, quti va boshqa narsalarga aylanib yashirinish. Qidiruvchilarning vazifalari esa yashiringanlarni topib, yo'q qilishlari kerak va shu orqali g'alaba qozonishadi. O'yin multiplayer, ya'ni do'stlar bilan o'ynash uchun ishlab chiqarilgan. Siz bu o'yin orqali do'stlaringiz bilan bemalol o'ynay olasiz. Aytgancha bu o'yin internetda o'ynanadi. 4-o'yinimiz Stumble Guys. Bu o'yinni ko'pchilik o'ynab ko'rmagan va bu o'yin hali beri O'zbekistonda hali ham mashhur emas. Bu o'yin asosan Hindistonda mashhurligi sababli Hindiston auditoriyasi bu o'yinni juda ham yaxshi ko'rib o'ynashadi. O'tda biz PUBG yoki Minecraft singari o'ynaganimizdek. Bu o'yinni parkurni sevadiganlar uchun ishlab chiqarilgan. Bu o'yin ham Minecraftga aloqador. Sababi Minecraftdagi parkurlardan zerikkan bo'lsangiz, mana bu o'yindagi parkurlar sizni zeriktirmaydi. Albatta do'stlaringiz bilan o'ynashni tavsiya etaman. Bu o'yin ham internetda o'ynaladi va bu o'yin multiplayer. Uchinchi o'yinimiz Among Us. Bu o'yin orqali do'stlaringiz bilan birga hordiq chiqarishingiz mumkin. Bu o'yinda nima qilish kerak? Bu yerda imposter bo'ladi va siz imposterni topishingiz kerak va unga ovoz berish orqali o'yindan chiqarib yuborishingiz kerak. Va omadingiz kelsa, albatta imposter siz bo'lishingiz mumkin. Agar imposter sizga tushib qolsa, siz do'stlaringizni yoki noma'lum insonlarni o'ldirishingizga to'g'ri keladi. Ko'proq o'ldirsangiz va siz bu o'yinda g'olib bo'lasiz. Agar sizni topib ovoz berib chiqarib yuborsa, siz bu o'yinda mag'lubiyatga uchraysiz. Do'stlar bilan o'ynash uchun juda ham qiziqarli o'yin hisoblanadi. Ikkinchi o'yinimiz DLC. Bu o'yinni juda ham ko'pchilik o'ynab ko'rgan va hattoki hozir ham o'ynab turgan bo'lishi mumkin. Bu o'yin aynan futbolni yaxshi ko'radiganlar uchun ishlab chiqarilgan. Siz bu o'yinda o'z stadioningizni va o'z jamoangizni qurishingizga to'g'ri keladi. O'ynashni tavsiya qilaman. Bu o'yinni qanday do'stlarimiz bilan o'ynashimiz mumkin desangiz, siz do'stingiz bilan birga o'ynashingiz mumkin. Birinchi o'yinimiz va bu Goose Duck. Bu o'yin ham Among Us'ga o'xshash o'yin. Va bu o'yinda Among Us'da nima qilsangiz, bunda ham xuddi shunday ishlar bo'ladi. Ya'ni siz ovoz berib chiqarishingiz to'g'ri kelishi mumkin yoki missiyalarni bajarib yutib ketishingiz ham mumkin. Bu o'yinda xuddi Among Us kabi har xil tuslarga kirib olib, odamlarni o'ldirib ketishingiz mumkin. Do'stlar bilan o'ynash uchun aynan eng yaxshi o'yinlardan biri. Bu o'yin ham telefonga ishlab chiqarilgan. Bilasiz do'stlar, meni kuzatib borganlar bilishadi. 1 oydan beri hech qanday video qo'ya olmadim. O'zgarish sabablari bor va yanada yaxshiroq videolar chiqarishim uchun aynan sizni poddeshingiz kerak. Va bu video orqali qanchalik menga sodiq auditoriya borligini bilib olardim. Albatta shu videodan 100 ta like va 50 ta kommentariya kelsa, keyingi videoni sarazu chiqarib yuboraman. Bu menga motivatsiya bo'lardi, ham obuna bosib qo'ysangiz, yana ham tezroq videolar chiqishiga sabab bo'lardi. Rahmat. Shu yergacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat deb qolaman.